Assalomu alaykum, xudo xolasa yana blokni krasu ko'pman yog'diradi chiqqan vaqti krasulmasdan bo'yicha yog'diradi. Yog'ini ustunda kras yuradi. Ha, ko'pmaydi. Har gal kirib ham turmaydi, boshqa turmaydi, narxini kirib turmaydi, narxini. Blok bosib tutdi sal. Bunaqa qattiq bosib tutgandan keyin sal bosib tutdi ozgina. Lekin krasi ko'p turadi, boshqa turadi. Bunaqa qilib chiqadi. Bunda kur blok ko'pman. Kur blok. Krasi ko'p turadi, boshqa turadi. Sifatli bloklar oddiy krasi kapelchilar libboy vajan problem bo'lsin, shog'ilchi bo'lsin. Sifatli blok bo'lsa, damirga o'xshab qoladi. Sekki urib, boshqasiga shart emas. Sekki urishga bo'lmasa tushib qoladi, boshqasiga. Sifatli arzon blokka sekki urish kerak. Sifatli zakonli sifatli bloklar sekki shart emas. Blokni agar lishni kallar yaqindan qutulaman demasa, ishi tigi ham yeri taptagizina 4 kvadratni. Singan uchkan joyi yo'q. Yaxshi ustoz bo'lsa, oya beradigan bo'lsa, fonni yaxshi shoplarga ozgina şey abisop kesib beradigan bo'lsa, mana blokni orasini boshqaranga, blokni yuzini boshqaranga bo'yasangiz tapmaydi. Abisop kesib bersam bo'ladi mana. Abisop kesib bersam bo'ladi. Normal ustalardan bo'lsa, akkurat ustalardan bo'lsa, üstüne kelekli satmaz. Bu klasik tashaverasizlar, shopni boshqaradi. Abisop ko'p qoladi. Eng sifatli, eng zo'r bloklar ishini oladi. Manzurimiz Hiyotman Parisha mahalla. Eng zo'rlari, eng sifatli birida kurganlari, zakonni sifati zo'rlari birida kelaverasizlar. Xizmatdamiz. Nomerlarimiz 91 997 977.